Assalomu alaykum. Bugun sizlar bilan Bosch 4-seriya kofe mashinasini ko'rib chiqamiz. Uni ichki va tashqi xususiyatlari, necha xil qahva tayyorlashi va qahvalarni qanday tayyorlashi, ya'ni necha soniyada, sifatlilik darajasi, uni penkasi, dozasi, millilitri barchasini bugun sizlar bilan ichigacha kirib ko'rib chiqamiz. Videoni oxirigacha ko'ringlar va eng asosiysi, aynan bu kofe mashinani eng arzon narxda qayerdan xarid qilishimiz mumkinligini sizlarga videoni oxirida aytib o'taman. Like bosishni, obuna bo'lish tugmasini bosishni va qo'ng'iroqchani bosib qo'yishni yodingizdan chiqarmanglar. Biz bo'lmasa boshladik. Kofe mashinamiz ustki qismi asosan plastik, metal va aynan sensorli ekran qismi temperlangan shisha materiallaridan foydalanilgan. Kofe mashinamiz sizlardan chap tomonda, mendan o'ng tomonda konteyner, ya'ni suv solish uchun konteyner qismi joylashgan. Bu konteynerni hajmi 1,7 litrni tashkil etadi. Va tepa qismida kofe donalarini solish uchun yana alohida konteyner mavjud. Bu konteyner hajmi esa 300 grammni tashkil etadi. Endi sizlar bilan kofe mashinani ustki qismini qanaqa qilib tozalashni ko'rib chiqamiz. Birinchi bo'lib, har kofe tayyorlangandan keyin tozalashimiz kerak bo'lgan qismini ko'ramiz sizlar bilan. Aynan kofe mashina pastki qismida joylashgan bo'ladi. Ko'rishingiz mumkin. Bu qismda maydalangan kofeni qoldiqlari yig'ilishi uchun alohida konteyner mavjud va qolgan qismi suv qoldiqlari uchun xizmat qiladi. Ya'ni kofe mashinani yoqib o'chirayotganimizda alohida stakan qo'yishimiz kerak emas. Aynan barchasi shu konteyner ichiga yig'iladi va uni olib bemalol yuvib tozalasak bo'ladi. Bu konteyner juda ham oson tozalashimiz, ya'ni har bitta qism juda ham oson bo'laklarga bo'linadi. Ko'rishingiz mumkin. Aynan bu qismni quritib joyiga qo'yish kofe mashinasining ishlashiga hech qanaqa ta'sir ko'rsatmaydi va joyiga shunchaki oddiy qaytib qo'yishimiz mumkin. Keyingi qism bo'ladi bizda kofe donalarini maydalash uchun xizmat qiladigan qismi, ya'ni bu yoq sizlardan o'ng tomonda, mendan chap tomonda joylashgan bo'ladi. Qopqog'i ochiladi, ko'rishingiz mumkin. Bitta harakat bilan va bu yoqda qizil o'sha pastki bosishimiz kerak bo'lgan tugmasi bor va bu yoqda qulf, ya'ni ochiq va yopiq. Birinchi bo'lib qulfdan ochib olamiz va keyin qizil tugmani pastga bossak, aynan kofe donalarini maydalovchi qism o'zi tashqariga chiqadi. Buni har bitta o'sha teshigidan suv kirgizib, yaxshilab yuviladi va 100% qurigandan keyin bemalol qandoq olgan bo'lsak, xuddi o'shandoq joyiga qaytib qo'yamiz. Qo'yish unchalik qiyin emas, bo'ldi kirdi va zamon uxlab qo'yishimiz kerak bo'ladi. Bu qismni o'sha bu bizga nima beradi? Bu qism maydalayotgan paytda vibratsiya bermasligi uchun yoki endi har xil holat bo'ladi, tashqariga chiqib ketmasligi uchun anchagina qo'l keladi va joyiga shunchaki yopib qaytib qo'yamiz. Bosch 4-seriya kofe mashinasi Sloveniyada ishlab chiqarilgan va 2 yil rasmiy kafolatga ega yoki 25 mingta chashka kofe tayyorlashingiz uchun Bosch bemalol kafolat beryapti. Kelaylik endi kofe mashinani yoqib, uni nastroykasida nimalar bor va aynan qaysi qismlarni biz o'zgartirishimiz mumkin, shularni sizlar bilan ko'rib chiqamiz. Aynan yoqish tugmasi kofe mashina o'ng qismida joylashgan bo'ladi. Eslatib o'tishim kerak, kofe mashina ishlatayotganimizda, har yoqqanimizda va o'chirganimizda o'zi avtomatik ravishda kofe tushadigan shlankalari va sut so'rib oladigan shlankalarni o'zi avtomatik ravishda issiq suv bilan tozalab yuboradi. Chunki har xil qolib ketgan bakteriyalar bo'lishi mumkin yoki kofe mashina turib qolgan bo'lsa va chang. O'zbekistonimiz chang bo'lgani uchun chang kirib qolgan bo'lishi mumkin. Aynan shu narsani u avtomatik ravishda tozalab yuboradi. Ko'rishimiz mumkin, bu yoqda bizdan til tanlash so'rayapti. Ya'ni qaysi til bizga qulay bo'ladigan bo'lsa, bu yoqdagi sensorni bosib tushirishimiz kerak. Biz endi bizga menimcha rus tili anchagina qulay. Shuning uchun rus tilini tanlaymiz. Kofe mashina yoqilayotganda ozgina shunaqa ovoz chiqadi. Sababi shlankalarda suv bormagan, yurmagan. Aynan shlankalarga suv yetib olishi uchun ham ozgina balandroq ovoz chiqadi. Lekin bu faqatgina boshida, keyin ishlashda ovozda hech qanaqa muammo sizlarni qiynamaydi. Kofe mashinamizda 8 xil qahva turi mavjud va yana qo'shimchasiga issiq suv, sutli kofe va sutli pena funksiyalarini ham ko'rsanglar bo'ladi. 8 xil qahva nimalardan iborat? Espresso birinchisi, keyingisi espresso macchiato, kofe, cappuccino, latte macchiato va shu o'rinda savol bilan murojaat qilmoqchiman. Cappuccino va latte macchiato. Aynan bu ikkala kofeni bir-biridan farqi nimada? Agar bilsanglar, izohlarda yozib qoldiringlar va ahamiyat berishingiz mumkin. Sensorlari juda ham plavniy ishlayapti, ya'ni hech qanaqa qochishsiz yaxshi ishlayapti.
Keyingisi kofe с молоком, ya'ni bizga uchun odat bo'lib qolgan 3 в 1 kofe va bu yoqda молочный pena, ya'ni sutli pena. Va yana bu yoqda chashkani rasmi va plus rasmini joylashtirib qo'yilgan. Bu yoqni bosadigan bo'lsak, flat white, issiq suv, issiq sut va americano kofelarini ko'rishimiz mumkin. Endi bu kofelarni krepkisini, ya'ni tahirlilik darajasini ham boshqarsak bo'ladi. Buning uchun chap tomondagi kofening rasmini bosishimiz kerak bo'ladi. Bu yerda очень слабый, нормальный, крепкий, очень крепкий, double shot крепкий va double shot plus крепкий darajasida uni tahirlilik darajasini bemalol boshqarsak bo'ladi va chashkamizni katta kichikligiga qarab aynan uni ham millimetrni boshqarsak bo'ladi har bitta kofeda. Buning uchun biz ml yozig'ini bosishimiz kerak bo'ladi, ya'ni katta, kichkina va o'rtacha. Aynan hozir yozuv chiqdi, espresso kofesida double shot krepki qilishimiz mumkin emas, sababi o'zi espresso juda ham tahir bo'ladi, bilasizlar. Shuning uchun bizani ekranda ogohlantirdi. Keling, endi kofe tayyorlashdan oldin menyu bo'limini ko'rib chiqamiz. Bu yoqda bizani nimalar kutyapti? Очистка и уход, ya'ni tozalash uchun kerak bo'ladigan programmalar, sutli sistemani tozalash uchun yoki kofe sistemasini nakibdan tozalash uchun yoki bo'lishi mumkin общий очистка, ya'ni har 2 ta shashkadan keyin kofe mashina juda ham aqlli, o'zi sizlarga yozadi 2 ta shashkadan keyin kofe mashinani tozalab qo'y deb. Ya'ni bu yerda yozuv chiqadi, ya'ni 30 ta shashka qoldi, 29, 28, 10. Agar sizlar 10 dan keyin ham 5 dan keyin ham tozalamaydigan bo'lsanglar, kofe mashina o'zini o'zi blokka tushirib qo'yadi. Qachonki sizlar tozalab bo'lganingizdan keyin u ishlashda davom etadi. Va keyingisi kofeni tayyorlanadigan chashkani razmerini ham biz o'zimizga moslasak bo'ladi. Bu yerda ko'rishingiz mumkin. Mana espressoni kichkina razmerdagi chashkasini millilitrini o'zgartiramiz. O'zi 25 millilitr turibdi. Biz buni 30 millilitr yoki 20 millilitrga o'zgartirsak bo'ladi va qolgan barcha kofe turlarida ham aynan bu funksiya 100% ishlaydi. Va keyingi bu yerda ko'rishimiz kerak bo'lgan eng asosiy narsalardan o'zini o'zi, agar kofe mashinani ishlatib bo'lganimizdan keyin o'chirish esimizdan chiqib qolsa, necha daqiqadan keyin kofe mashina o'zini o'zi o'chirish kerakligini ham biz bu yerdan buyruq bersak bo'ladi. O'zi bazaviy holatda bu yarim soatdan keyin bo'ladi. Ya'ni yarim soat agar hech kim kofe mashinaga tegmasa, u o'zini o'zi avtomatik ravishda o'chiradi. O'sha hamma sistemasini yuvgan holatda. Biz buni 1 soat yoki 2 soatdan keyin o'zi o'chadigan qilib ham boshqarsak bo'ladi. Va keyingi narsasi bu yoqda bo'ladi, biz uchun kerakli bo'lgan suvi issiqlik darajasi. Suvi issiqlik darajasini ham biz o'zgartirsak bo'ladi. Ya'ni baland yoki eng maksimalni yoki normalni. Bir xilla kofeni tayyorlangandan keyin sirazi ichish xohlaydi. Bir xilla ozgina tursa, gaplashib yoki boshqa qilib ichish xohlaydi. Aynan o'zingizga kerakli bo'lgan gradusni bemalol bu yoqda tanlab ishlatsangiz bo'ladi. Keling, endi sizlar bilan bir necha xil qahvalarni tayyorlab ko'ramiz. Buning uchun bizga o'sha stakan kerak bo'ladi. Birinchisi o'sha hammamiz bilgan americano tayyorlab ko'ramiz. Bu yoqda americanoni tanlaymiz. Chashkani razmeri normalniy, ya'ni o'rtacha va krepkisini ham o'rtacha qilamiz. Normalniy. И startni bosamiz. Sut americanoda bo'lmagani uchun shlankani olib tashlasangiz ham bo'ladi degan yozuv chiqyapti. Biz yana bitta startni bosib olamiz va americano qilishni tayyorlashni boshlaymiz. Birinchi kofe donasini maydalab oladi, keyin o'sha kofeni va suvi tushirishni boshlaydi. Bilamizki, americanoni sostavida birinchi espresso va keyin suv bo'ladi. Shuning uchun birinchi kofe mashina espresso qo'yadi chashkaga va keyin uning ustiga suv va quyib tayyor qilib beradi. Ko'rishimiz mumkin, espressoni quyib oldi. Ustiga kopilari juda ham zo'r holatda turibdi, ko'rinishlari. Bemalol mehmonlarga ham tortsanglar, haqiqatda ko'rinib turadi. Sizlar yaxshi kofe mashinada kofe tayyorlaganinglar. Endi suvi quyapti aynan chashkaga.
va amerikano tayyor. Ko'rishingiz mumkin. Juda ham zo'r. Ko'rinishi ham, ranglari ham o'zimiz tanlaganimizga yarasha bo'ladi. Ya'ni krepkiyroq tanlasak, ya'ni taxirroq, to'qroq, qancha krepkisini, taxirligini past qilsak, ochiqroq bo'ladi. Keyingi tayyorlaydigan kofemiz bu kapuchino. Kapuchino uchun bizga o'sha trubkasi kerak bo'ladi. Shu yon qismiga trubka tiqiladi. Bizga sut kerak bo'ladi. Va chashka. Kapuchinoning hajmi ko'proq bo'lgani uchun kattaroq chashka tanlaymiz. Bu yoqdan kapuchino normalniy va sredniy qilsak bo'ladi yoki большой, ya'ni kattasida ham tayyorlasak bo'ladi. Keling, большой qilamiz, ya'ni kattasida tayyorlab ko'ramiz. Start bosiladi. Bu yoqda xuddi shunaqa birinchi kofe donasi maydalab olinadi, keyin sut va kofe alohida chashkaga solinadi. Bu ishlarni barchasini kofe mashinani o'zi bajaradi va vaqti kelsa suv qolmasa yoki kofe donasi qolmaydigan bo'lsa, o'zi bizga aytib, ya'ni suv sol yoki kofe sol yoki qanaqadir muammo bo'lyapti, напряжение past, aynan shu kabi muammolarni hammasini detalli bizga bu yoqda o'sha displeyda yozib tushuntirib turadi. Birinchi bo'lib sutni o'sha stakan ichiga soldi. Endi qora kofeni alohida o'zi maydalab soladi. Sut ishlatayotganda maslahat bergan bo'lardim, 2,5 dan 3,5 gacha bo'lgan sutni ishlatishi. Sababi o'shanda kofemizni penkasi zich, juda ham chiroyli va juda ham tez yo'q bo'lib qoladigan bo'lib chiqmaydi. Yaxshi idealniy kofe bo'lib chiqadi. Ko'rishingiz mumkin. Salkam san'at asari. Bundan chiqayotgan hidni o'zi ham odamni kasal qilib qo'yadi, ya'ni kofedan chiqayotgan hid. Ko'rishingiz mumkin. Penkasi alohida, kofe alohida va tek qismida suti. Va uchinchi kofemiz bizda o'sha yumshoqroq kofe hisoblangan latte macchiato bo'ladi. Uni ham sizlar bilan o'sha birgalikda tayyorlab ko'ramiz. Xo'p, menyudan latte macchiato tanlaymiz va buni o'rtacha razmerda qilamiz. Taxirlilik darajasini ham o'rtacha qilamiz. Va start. Latte macchiato o'sha bilamiz 3 ta qismdan iborat bo'ladi, ya'ni sut, sutli pena va kofe. Ya'ni uchalasi bu yoqda ajralib turadi. Boya bergan savolimga javobni yana bitta o'zim aytib o'taman. O'sha kapuchinoni latte macchiatodan farqi, kapuchinoda kofe dozasi birozgina ko'proq bo'ladi. Misol uchun kapuchinoda 60% qora kofe, 40% sut bo'ladigan bo'lsa, latte macchiatoda bu 70 ga 30 bo'ladi. Ya'ni 70% sut bo'ladi va 30% kofe bo'ladi. Shuning uchun latte macchiato nisbatan yumshoqroq kofe hisoblanadi. Ayollar juda ham mazza qilib iste'mol qilishadi. Ko'rishingiz mumkin. Latte macchiato sutni birinchi sovoldi kofe mashina, endi kofeni alohida soladi va yana eng asosiy farqi kapuchino bilan latte macchiatoni bu obyomi, ya'ni millilitrda. Kapuchino nisbatan kamroq bo'ladi, latte macchiatoda millilitr ko'proq bo'ladi. Kapuchino 182 ml bo'ladigan bo'lsa, bu 230-250 ml bo'ladi. Xuddi rasm chizilgandek kofe bilan penani orasi chizilishini qaranglar. Haqiqatda mehmon juda ham qadrli bo'lgan mehmonlarni kutishingiz uchun ham aynan bu kofe mashinada tayyorlasanglar kofe sizlarni umuman uyaltirib qo'ymaydi. San'at asari tayyor, ko'rishingiz mumkin. 3 xil etab, ustida pena
o'rtasida o'sha espresso va tag qismi sutdan iborat. Maslahat beraman, aynan bu kofe mashinani ishlatishda donali kofe ishlatishinglarni, ya'ni yirik kofeni, chunki o'zini kofe molkasi bor, ya'ni keramika tishli, bemalol hamma kofeni yaxshi maydalab beradi. Agar sizlarning uyingizda qanaqadir muammo bo'lib, donali kofe qolmaydigan bo'lsa, maydalangan kofeni ham aynan shu qismiga solib ishlatsanglar bo'ladi. Faqatgina ishlatayotgan paytingizda solinglar, buni donali kofega o'xshab solib qo'yishinglar mumkin emas. Lekin baribir o'sha tabiiy kofe yoki kofeinni haqiqiy kuchini his qilish uchun donali kofe ishlatishinglarni maslahat beraman. Bugungi obzorim sizlarga foydali bo'ldi degan umiddaman va yana o'zingizlarni qiziqtirgan savollar bo'lsa, izohlarda yozib qoldiringlar va keyingi videoda qaysi texnikani to'liq obzorini ko'rishni xohlaysizlar. Izohlarda buni ham yozib qoldirsanglar, biz bundan juda ham xursand bo'lamiz. Bosh rasmiy do'konlarida ko'rishguncha